ayrim insonlar labz nima yodidan chiqarib yuborishyapti. Gapirgan gapini yodidan chiqaryapti, bergan so'zini, hamma narsani yodidan chiqaryapti. Ular aslida yodidan chiqarmagan, o'zlarini shunaqa tutishyapti. Joyi kelsa biron bir ishni gapirsangiz agar qasam ichib olishyapti. Qasam ichib, yana qasamini buzyapti. Ertaga nima bo'ladi? Yer yuzida insonlar bir-biriga ishonmay qolishadi-ku. Chunki deganda bu hattoki qasam ichib, qasamini buzgandan keyin. Bugun siz bu ishni qilasiz, erta men, undan boshqa kishi, undan keyin bizning farzandlarimiz, nevaralarimiz qarabski yer yuziga yolg'on hukmron bo'ladi. Har bir inson o'zini gapirgan gapiga, o'zini bergan va'dasiga javob berishi kerak. Masalan, oddiy misollardan biri, siz kimgadir aytyapsizki, men soat 8 ga uyingga boraman deyapsiz. Keyin u inson hamma rejalarini bir tarafga qo'yib, sizni kutyapti, ovqat pishiryapti, darsxon bezyapti, u inson sizni kutyapti. Siz 5 daqiqa qolganda u insonga qo'ng'iroq qilib, "Uzr, men bugun bora olmas ekanman. Men ertaga boraman" deysiz. Ertasi kuni ham xuddi shu ahvol, indini ham xuddi shunday ahvol. Siz 5 soat, 4 soat oldin qo'ng'iroq qila olasizki, "Men bora olmayman" deb. Yo'q, 5 daqiqa qolganda aytyapsiz. U inson sizni har kuni kutishga majbur emas-ku. Agar meni o'zimni rejalarim bor desa agar xafa ham bo'lib qolasiz. Siz bir kishiga labz berdingizmi, labzingiz ustidan chiqishingiz kerak. Bu inson sizni deb bir haftasini yo'q qildi. Chunki deganda bir haftalik rejasi orqaga surila sizni kuta hammasi barbod bo'ldi. Biz insonlar bir-birimizga bergan gapimiz, so'zimizga javob berishimiz kerak. Biz labzi bo'lishimiz kerak. Qachonki biz o'zimizning labzimizga o'zimiz javob bersakkina, yer yuziga yolg'on yo'q bo'ladi va hammamiz bir-birimizga ishonamiz. Qasam ichish shart emas. Biz gapirgan gapimizni o'zi qasam, gapirgan gapimizni o'zi bizni kimligimizni bildiradi. Shuning uchun yer yuziga yolg'onni yo'q qilaylik-da, labzimizni o'z joyiga qaytaraylik.